أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. Qadrli o'quvchilar, 21-darsimizga keldik. Inshaalloh 21-darsimizda vasl, ya'ni qo'shib o'qishni o'rganamiz. Vasl deb 2, 3 yoki 4 so'zni birga qo'shib o'qishga aytiladi. Vasl nima degan ekan, birodarlar? 2, 3 yoki 4 so'zni birga qo'shib o'qishga nima deyilar ekan? Vasl deyilar ekan. Vaslali alif ustida mana bu hamza belgisi bo'lmaydi. Ya'ni vaslali alifning ustida mana bu hamza bo'lmaydi, ya'ni shu holatda bo'lmaydi ekan. Vaslali bo'lsa. Vaslali alif bunday shakllarda keladi. Ya'ni bunday ikki xil turda keladi. Ikki kalima birga qo'shib o'qilganda, diqqat qilaylik, ikki kalima birga qo'shib o'qilganda har doim o'rtadagi 1, 2 yoki 3 harfi o'qilmay qoladi. Qaytaraman, ikki kalima birga qo'shib o'qilganda har doim o'rtadagi 1, 2 yoki 3 harf o'qilmay qoladi deyapti. Ya'ni ikki kalima birga qo'shib o'qilganda har doim o'rtadagi 1, 2 yoki 3 harf nima bo'lar ekan? O'qilmay qolar ekan. Misol: ihdinas siratal mustaqima. Vasl nima dedik? 2, 3 yoki 4 so'zni birga qo'shib o'qish dedik. Mana bu yerda mana ihdina bitta so'z, as-sirata bitta so'z, al-mustaqim mana bitta so'z. Endi bu yerda buni vasl qilayotganimizda, birodarlar, orada o'rtadagi 1, 2 yoki 3 harf nima bo'lar ekan? O'qilmay qolib ketar ekan. Mana ihdina deganda bu yerda mana alif harfi bor. Undan keyin bitta alif harfi bor va lam harfi. Bular mana nima bo'lyapti? Tushib qolyapti. Biz as-sirata so'ziga olib o'tib ketyapmiz. Yani sot harfi bu yerda tashdid. Mana ihdinas sirata tol deb turib bu yerda mana lam harfiga olib o'tib ketyapmiz. O'rtada mana bitta yana alif harfi tushib qolyapti. Ihdinas siratal mustaqima. Keyingi misolimiz mana: va hazal baladil amini. Va haza bitta so'z, al balad bitta so'z, al amin yana bitta so'z. 3 ta so'zni qo'shib o'qiyapmiz. Nima bo'lagan? 3 ta so'zni qo'shib o'qiyotganimizda orada 1, 2 yoki 3 harf tushib qolar ekan. Va haza deganda bu yerda mana ikkita alif nima bo'lyapti? Tushib qolyapti. Biz lam harfiga olib o'tib ketyapmiz. Va hazal baladil deganda mana bu yerda alif ham tushib qolyapti. Amini. Va hazal baladil amini. Narullahil muqadah كمثل الذي استوقده كمثل الذي استوقده فاتقوا النار التي هو التواب الرحيم ذو الفضل العظيم ذو الفضل العظيم أنت العزيز الحكيم. Qadrli o'quvchilar, qaranglar, mana bu belgi kelganda nima qildim? Men oxirgi harakatni o'qimadim. Nimaga? Bundan keyingi darsimizda inshaalloh mana shu qoidani, ya'ni vaqf qoidasini o'rganamiz. Endi qadrli o'quvchilar, vaqfni o'rganamiz. Vaqf to'xtash degani. Vaqf to'xtash demakdir. Qur'oni Karimda vaqf alomatlari qo'yilgan o'rinlarida biroz to'xtab nafas olinadi. So'ng to'xtash alomati oldidagi so'zlarni o'qib tugatganda o'rniga qarab yo sukun
yoki alif yoxud sukunli ha bilan vaqf qilinadi. Ya'ni Qur'oni Karimda vaqf alomatlari qo'yilgan o'rinlarda biroz to'xtab nafas olamiz ekan, so'ng to'xtash alomati oldidagi so'zlarni nima qilamiz ekan, o'qib tugatgandan keyin o'rniga qarab yo sukun bilan yoki alif bilan yoki bo'lmasa sukunli ha bilan vaqf qilamiz ekan, to'xtaymiz ekan. Sukun bilan vaqf qilishga oid misollar deyapti. Nasta'in. Biz aslida qanday o'qiyotgandik? Bu qoidamizga kelgungacha nasta'inu deb o'qiyotgandik. Endi nima qilamiz? Qur'oni Karimda mana bu belgi kelganda nasta'in deb nun ustidagi mana bu harakatning o'rniga bitta sukun qo'yilgandek qilib o'qiymiz. Ya'ni oxirdagi harakatni o'qimay qoldiramiz. Qur'oni Karimda oyatlar tugaganda mana bu belgi keladi, qadrli birodarlar. Nasta'in. Mana ostida ko'rsatib qo'ygan mana. Bu yerdagi nun harakatli, bu yerdagi nun sukunli. Keyingi misolimiz yu'minun. Aslida yu'minuna edi. Mana bu alomat keldi, vaqf alomati, ya'ni oyatlar tugaganda keladigan alomat. Nima qilamiz? Yu'minun deb to'xtaymiz. Buni ham ostida ko'rsatib qo'ygan. Keyingisi mana ya'lamun. Ya'lamun. Yusra. Biz aslida qanday o'qirdik buni? Yusron deb o'qirdik-ya, chunki bu yerda tanvin kelyapti. Nima qilamiz endi bu yerda biz? Yusra. Yusra. Yuqorida aytdik-ku mana. O'rniga ko'ra yo sukun bilan yoki alif bilan yoxud sukunli ha bilan to'xtaymiz dedik. Bu yerda mana alif bilan to'xtayapmiz. Yusra deb mana bir alif cho'zib qo'yapmiz. Abada. Mana pastga ko'rsatib qo'ygan mana qadrli birodarlar, ko'rsanglar. Buni ham mana pastga ko'rsatib qo'ygan. Abada mana tanvin tushib qolyapti. O'rnida mana tikka yozilgan fatha harfi kelyapti. Fatha harakati kelyapti. Abada. Tawwaba. Tawwaba. Mana g'ishawa. Endi mana sukunli ha bilan to'xtashga misol keldi. Mana g'ishawa. Hamiya. Mana tay marbutani nima qilib to'xtayapmiz? Sukunli ha ga aylantirib to'xtayapmiz. Mumaddada. Aslida mumaddada tunida biz nima qilyapmiz? Mumaddada deb to'xtayapmiz. Qadrli, aziz, hurmatli o'quvchilar, 21-darsimiz ham mana shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Inshaalloh keyingi darslarda davom ettiramiz.